Sen özüni nahit aqılliq, qaltis, hem dana hisoblab, hem madem mening depimga uslu o'ynaydi deb o'ylaydi ekan senda. Shundaqmi? Ondaqda ko'zani yo'g'on echib qarab baq. Tekshiringlar. Eng nodir, eng yangi, süzük yuqori bo'lgan filmlar Salkim Süzük film munbirda. Tor bekat adresimiz www.chekit.com. Sen bilan o'tishalaymanki, qo'lingdagi tapanchada o'q yo'q. Ma'qul, sen bilan to'g'ri tikishib boqayli. Qaysinglar midirlar ekansan, men uning o'q chiqirman. Ha? Sening rostli yashig'ing yo'qmi? Sen Başqalarning tapanchisini bulg'anda nemishqa uningga o'qdan bormi yo'q deb qarab baqmaysan. Bu nemish bo'g'ini? Sizlarning yolg'on o'yinlaringlar meni haqiqatan gangirtib qo'ydi. Men boshlanishdilar Yuşani xoin deb keldim. Biroq Xuangshandagi ishlardan keyin men o'z fikrimni o'zgartdim. Agar u xoin bo'lsa, nemishqa meni undaq oson qo'yib etdi. Bu ko'z qarash paydo bo'lgandan keyin men Boran Chapqun guruhida yuz bergan ishlarni bir-birlab eslab chiqdim. Oxiri tushunib yetdimki, barliq Boran Chapqun harakati boshlanishdilar 5-numurli xabar yetkazuvchi xodim Li Yushanga taqabul turish uchun qurilgan tuzoq ekanligini oxiri tushunib yetdim. Bu tuzoqni qurg'uvchi odam xo'jayin bo'lmasdan, balki sen Li Yanping. Kallamdan o'tdi. Men seni o'lmaganligingni jasmlashtirgandan keyin Mamadir, sizlar u yoqqa qarab boqinglar. Bu yana menga topshiringlar. Xo'p. Bu men Leşun. Qanday bo'ldi? Men barliq qo'g'dug'ich xodimlarni ketkizdim. Kema pristan oldida saqlab o'tirdim. Tez bu yerga ketim. Mana shundaq. Sen o'lgandan keyin tarikka aylanib, ularning sepiga qo'shilding. Bu tarifini jazmlashtirgandan keyin sizlarning meni hargizmi bo'sh qo'yib etmaydiganliginglarga ko'zim yetdi. Sizlarning meni demishdiki, birdan-bir maqsadinglar Gavjin bilan aloqalashish. Nan Mufang militchmalar dukuni sen va mening yolg'izligimga aloqalash o'rnimiz. Sen cho'qim mening yolg'iz qolgan ahvolimga asosan meni Gavjindan yordam so'rashga bordi deb o'yladim. Men shu sababdan bugun qasdan meni baylayotgan odamlarni ko'rsin deb Gavjin bilan ochiq-oshkor ko'rishdim. Ben çayxana binasida bir parça xat yazib, asli maqsadni Gavjinga uqtirdim. Shundaqla tezlikda bu kichik kapida men bilan ko'rishni tavsiya qildim. Sening bu ishlardan xabar deb turdiganligingni bilatdim. Shuning bilan men bir vaqtda Jinyu bilan yo'ldosh Wu Yushani izlab, bu planning amalga oshishini topildim. Li Yanping, sen halqılık payti çotunu hata soktun. Yusha, gapimni ola. Ağzını yum. Li Yanping, hazırın nemini demey keçiktin. Sana bir sözünü eskertip koyay. Partiyanın prinsiplerini sen optan bilsen, ıqrar qılğanlarga kengchilik qarshilik qilganlarga jazo ig'iltildi.
Ölümden başka yol yok. Senin en ahırkı bir fırsatın var. Hocayının izlerken eytip be. Ola. Gölüşendeki bir çoğun qoğdunish öngöründen işçiga yoshirnib oldi. Qanchalik odam bor? Taxminan 300 odam atrofida. Ikkinchi nomerlik viruslar mushiyadimi? Shundoq. Ular viruslarni talqon qilib ishlab, uni portlatish va vositachilarga tarqatish usulidan foydalanib, ommaviy so'rovlarda virus tarqatmoqchi. Zhao Yaqin, Lin Yushan, Johnson shu o'nkirdimi? To'g'ri. Ular urush plani loyihalash rayonidagi kuzatish uyiga sulab qo'yildi. Kelinglar. Uni yalapmayinglar. Voy! Yo'lda Shangyan. Sizga uval qilib qo'ydik. Tez bulaş. Tezre. Ule. Tez bul. Vay. Tez bul. Menşe. Tez bul. Çakkamını çakkan. Ulçe. Haydayli. Yo'lda Shangyan. Bu narsalarni men izchil siz uchun saqlab qo'ydim. Bugun igiz qaysin. Rahmat. Qo'yib qo'yinglar. Shali. Shangyan. Yaxshitirdingizmi? Nayt yaxshi. Xotirjam bo'ling. Yaringiz yana og'ribatamdi. Shali. Aslida men sizga izchil bir so'zni deyishni o'ylab kelgan. Rahmat sizga. Yo'ldosh Yusha, ishni keyinga surmayli. Hozirlik qo'shinga xabar qilib, barliq kuchinglar bilan G'alishandagi o'ngirga hujum qilinglar. Sizchi? Men hozir yo'lga chiqaman. Sizlardan burun berib, o'ngirning cho'ng eshigini ochib, cho'ng qo'shinni kutib olay. Yaringiz. Hech qisi yo'q. Burada, men sen bilan boray. Yana menmi bor? Menmi bor? Shali, bakma xatarlik. Voja, o'tinib qolay. Menim ep beringlar bo'lamdi. Sizlardan o'tinib qolay. Bo'ptamsa. Yo'ldoshlar, men bu billa borman. Düşmandan hisob oladigan payt oxir yetib keldi. Qanday qoldi? Qo'saldimi? Tugidi. Hammasi tugashdi. Yen shoyim burunli tayyorlik qilib, u ish bilan oldinlar kelishib qo'yibdi ekan. Lienping boshlab olgan birodarlarning hammasi asirga tushdi. Xo'jayin, Lienping cho'qim bizning o'rnimizni ularga aytib berdi. Ko'z oldimizdagi ahvol nihoyat xatarlik. Tezroq amal topsangiz bo'pti ekan. Hozir faqat bir yo'l bor. U bo'lsa-mu harakatni boshlashdan burun Xuanbinga degan güdükçasun. Her qaysi atrofdagilar yig'ilib, atrof boshliqlari mushakasun. Hop! Nim bo'lganda? Qarag'anda chataq chiqqan o'xshaydi. Yusha, endi saqlab turmayli. Bu biz uchun eng yaxshi fursat. Qalaymi qanchalikda qo'l silib tajribaxonni portlatib o'ngirni qochib ketaylik. Ma'qul. Boshlaylik. Ma'qul. Bomba o'zligidan portlaydi. Sizlar eshikning ichki tarafiga yoshinib turinglar. Yusha, eshikning yon tarafiga yoshinib eling. Hojati yo'q. Nim da'vatsiz? Nim qilganingiz bu?
Hozir sana aytib beray. Men xo'jayin sizlarning o'tiringlarga qo'ygan jasus. Har vaqt sizlarning ish harakatinglarni kuzataman. Siz jasusmi? Shundaq. Hayron qoldingmi? Seningcha men shuncha keng qo'rsaqlik qilib, muhabbatga raqibim bilan ish qo'yin, tash qo'yin bo'lib yurdiganladimmi? Sening Yanshonying bilan birga turganingni ko'rsam, o'shligimdan seni hozirla o'lsgan deyman. Biroq men undaq qilmadim. Kichik ishni deb, cho'ng ishga daxl etib qolmasin dedim. Biroq qasam qilamanki, seni hargiz bosh qo'ymayman. Javyachi, biz hargiz do'st bo'lamaymiz. Chunki sen mening eng yomon dushmanim. Sen men yaxshi ko'radigan odamni yaxshi ko'rib qolding. Shu sababdan sen o'limga loyiq. Meni o'ltirsangiz, Yanshonyingning muhabbatiga erishman deb o'ylamsiz? Albatta. Men bilaman. O meni yaxshi ko'radi. Yana kelib pek yaxshi ko'radi. Sen o'lgandan keyin onunga sening dushmaning qo'lida o'lganligingni aytaman. Undaq bo'lgandan keyin u xotirjam holda men bilan birga bo'ladi. To'g'ri. Yana bir ishni sana aytib qo'yay. Men xo'jayin bilan kelishib bo'ldim. O burkut plani ijro bo'lgandan keyin men bu ishni qilmayman. Yanshonyingni ömrümning oxirgi chukutiman. Biz cho'qim baxtli bo'lamiz. Midirlama. Qo'lingni tashla. Do'stligimiz uchun bizga baxt tilishing kerak. Uqdingmi? Agar sen Yanshonyingni menga aldab ketalayman deb o'ylagan bo'lsam, xatolashdim. Hamon bir kuni u sening haqiqiy salohiyatingni bilib qoladi. Sen qarniyat, nomussiz ask ayolkansan. Sen yaxshi kun ko'rmaysan. Bugungidek kunga qilishimni faqat sen ko'ramaysan. Javyachi. Bugungidek kunga qilishingni o'ylab baxmagan bo'g'aydi. To'g'ri. Eng ishonchli odami xayli qilsa, haqiqatan odamning ichi echishqidek ish bo'ladi ekan. O'lish oldida sening bu sat talatingni, haqiqiy salohiyatingni o'z ko'zim bilan ko'rdim. Men nima degan bilan ahmoqlardek yashmabdiman. Men nihoyat xushal. Lekin men sana bir ishni aytib beray. Qandaq ish? Yanshonying burun menga u seni menga yaxshi ko'rmaydiganligini aytgan. Buni u deganmi? Shundaq. Amaliyotda men afsuslangudak ishim yo'q. Men yibingniki vaqtida uni odamiga aylanib bo'lgan. Yolg'on! Yolg'on so'zlama! Yanshonying hargiz sen bilan birga bo'lmaydi. U meni yaxshi ko'radi. U faqat sening tarzing. Deganlarimning hammasi amaliyotdagi ishlar. Yolg'on so'zlayapsan. Ayda! Men aldayapsan shundaqmi? Tez ayda! Buni seni bo'g'ib o'ldirayman. Ayda! Yanshonying hargiz sen bilan bir karavotga chiqmaydi. Menga chiqmaydi. Sen degan aldamchi. O'lgan.
Johnson, Johnson. Gözünü aç Johnson. Gözünü aç. Johnson, gözünü aç Johnson. Sizdek hayat mı? Rahmet sana. İkinci numarada veririz. Yukarı ot bezimi de tel dökürüz. Tel döküz köy yokkaydı. Şuna. Siz çok ol. Partlamoqchi shildim. Esimni tutib oldim. Men sizni yaxshi ko'raman. Bilaman. O cümle so'zni o'zimni o'zgartmoqchi qildim. Johnson! Johnson! Sen to'g'ri deding. Seni aldadim. Her qaysi atrat tayyorlik qilinglar. Yarim soatdan keyin yo'lga chiqaman. Eng nodir, eng yangi, süzüklük yuqori bo'lgan filmlar Salkin Süzük film munbirda. Tor bekat adresimiz www.chekit.com. Ko'pchilik ahvolda o'zgarish bo'lib qoldi. Planni muddatdan burun epardigan bo'lib qoldik. Har qaysi atrofdagilar hozirda odam boshlab tajribaxonaga berib, aslidagi plan bo'yicha bombalarni olib chiqinglar. Ondan keyin o'nkirni ayrilib, har qaysi taraflarga bo'linib menglar. Ertachi soat 12 da aslidagi plan bo'yicha obrikti planni ijro qilasizlar. Tushundinglarmi? Tushundik. Gomindaning taqdiri sizlarning qo'linglarda. Ko'pchilik bir niyatda bir maqsadda tirishib, sodiqlik bilan ittifoqlashib, obrikti planning muvaffaqiyatli oyoqlashi uchun kuch chiqaraylik. Vaqti kelganda men Mao idora boshlig'iga telegramma vatib, har qaysinglarni mukofotlatquzaman. Mag'lub bo'lishga bo'lmaydi. Cho'qim qilamiz. Darhol harakatlaninglar. Hop! Yo'lga chiqinglar. Xo'jay, chataq chiqdi. Nima bo'ldi? Bayatı men ko'z tushiga berib, Johnson bilan Joyachini bir taraf qilib yetay desam, uning shishkini portlatib yutibdi. Joyachin qochib ketibdi. Uning nima ketganligini bilmadim. Endi Yushancho, u yo'q turdi. Sen hozirda odam boshlab o'nkirni izlab baq. Cho'qimlarni tepgan. Nechkin oyoqi, baytak ketib yurdi. Shu emas, ketaylik.
Biz bu yerda ekanmiz. Turmush rayonida solga burilib mansaq ishxona rayonidan o'tamiz. Andan Öngürge cho'ng ishkaldiga boramiz. Biz ikki yo'lga bo'linib mangayli. Gavjin, sen Jinyu bilan cho'ng ishki mas'ul bo'lib, cho'ng qo'shinning Öngür kirishini qarshi ol. Men o'ng tarafga burilib, urush loyihalash rayoniga berib, ikkinchi nomerlik viruslarni izlay. Hozir harakatlanaylik. Qalayimqa yugurmay, meni kenimni agishmay. Menga gap qilganim muloyimroq bo'lsangiz bo'lmamdi. Agar qoidaga amal qilmasangiz, hozir sizni qaytarib aytaman. Men rioya qilmayman demadim. Faqat menga yaxshi muomala qiling deyapman. Bu degan urush muhabbatlashgan joy emas. Chidab o'tkazib o'ting. Buni elang. O'zingizni qo'llashga lozim bo'ladi. Men bilaman. Hey, to'xta! Kimsan? Xo'jayin ko'pchilik menda bir narsa aytdi. Nima vatga? Bomba! Joyachin, Joyachin degan kim? tez men. O'rningdan turish. Hammang chiqib ketish. Tez. To'la azmini qilmay, tez bo'lish. Kimiki qarshilik ko'rsatsa, hammangni etib tashlayman. Yana qarab tursan-ku, tez yo'qol. Yo'qolish. Astrof yuguring, yetishmay qoldim. Sizlar tajribaxona o'tirmay, bu yerga nimdab chiqib oldinglar? Bir ayol tajribaxonni bizni tatib oldi. Tez bering, tez. Chataq chiqibdi. Tez menglar. Tez. Sening eng cho'ng ojizliqing. Bag'ring bek yumshoq. Agar boyi gundaxonada menga qaratib bir poy o'q chiqarib atgan bo'lsang, hargizmi hozirgi oqibat kelib chiqmaydi. Portlatqichmang be. O'lishga rozimanki. Hargiz portlatqich asbobni senga bermayman. Sen ölgün! Siz bana ok çıkardınız mı? To'g'ri. Men. Siz bana qartib ok çıkardınız. Xuddi sen meni izchil aldab kelganga o'xshash. Hammani bildingizmi? Shundoq.
Men barliq odamlardan nafratlanaman. Biroq sizni yaxshi ko'rgandim. Sizga o'xshash. Meningmi e'tiqodim bor? Yo'q. Sende e'tiqod yo'q. Sende babog'ini shaxsiyatchilik. Numussiz shaxsiyatchilik. Yalçın, gözünüzü açın. Yalçın. İkinci numaralı miras. Tezde. Simla partlatış esnafıga ulap koyun. Tez bulun. Ma'qul. Bilemisiz. Sizni bek yig'indi. Men bu sizni sig'indim. Siz bilan tanışgandan beri meni azaldan suyib boqmadingiz. Men hozirla o'lib ketgan qarindoshlarım bilan uchrashib ham bo'ldim. Dadam, opam, yana Yalçın. 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 Tepsili tekşürüla. Hop. Çatak. Tez çıkın ulan! Bu nima ish? Nereden kelgan portlash ovozi? Bilmadim. Bir necha odamni boshlab berib qarab baq. Hop. Sen? Qandaq? Tanıyamayaptamsan? Naydi tezlik yapsan. Xabarni anglab yo'lga chiqqan. Biz yana yuz ko'rishdik.
Şundaq. Kona ve yeni kısaslarını bugün bıraklı hesaplışı öteyli. Bu esingda bormi? Men sana burunli aytdim. Sen yaxshi ko'rgan ayolni o'g'irlamaysan deb. Bir necha yilning oldida Shaolin o'ldi. Hozir Li Yushanmi o'ldi. Sen nima degan bechora, ha? Geping tugidimi? Shundoq. Qanday qilsan? Yana qanday hunarlaring bor? Qani chiqamam sen. Meni bundaqla bo'g'izlashga majburlama. Bu senin hünərlərin mi? Ondaqdı seni bıraklı öldürüp etti. Gele. Şahin, çok hoşun geldi. Mayli. Yok, sen bilen birle bana ya. Yapıştır ha. Hey, kimsen? Nerede o debba? Nimi vakıraysan? Hey, ben kızla uyaklı ötüp tatkalarını kögen dursa. Tayyorlab bitdimi? Sen ne adam ses? Ems qara peki. Biz kırınla. Çıkın lan. Huangbian, nima oldu? Xo'jayin, tajribaxona portalda yutibdi. Barliq ikkinchi nomerlik viruslar ko'pdi. Nima deyapsan? Boyatim men tajribaxonaga berib keldim. U yer o'tdek hızga aylanibdi. Barliq viruslar g'oyib bo'libdi. Ha, to'g'ri. Men tek u yerda Xarborning jasadini ko'rdim. Şu an gapdi-da. Xo'jayin, chatoq bo'ldi. Kompartiya bostirib kirdi. Sen ablah yolg'on so'zlab o'tsan. Kompartiya qandaqmi? Buncha tez kelsin. Men rostlayapman, rost. Kompartiya bostirib kirdi. Ular necha ming odam bilan bostirib kirdi. Bizning birodarlarning o'lgini o'lib, yaralandi. Badashib beramidi? Huangbian, bu yoqqa kel.
Sen birodarlar bilan bu yoqqa qarab turgin. Men hozirla chiqaman. Tez bor. Hop, hop, hop. Sen mi bor? Bu yerda bir maxfiy eshik borligini qandoq bilding? Buning javobini bilgung bormi? Chunki menda bu o'nkirning chirtiyochi bor. Qandoq? Juntoning atoqliq jasuslardan bo'lgan Yansin general. Qachay deganmidda? Biz shart qo'yib paranglashaylik. Qandoq shart? Meni ketgili qo'y. Nima olmoqchi bo'lsang shuni beray. Men o'xshash bir narsa olmoqchi. Qandoq narsa? Sen yurgin. Bir jungolikning vijdoni. Sendek yapon alvaslari qoldirib ketgan virus quroldan foydalanib, o'z qarindoshlarini o'ldirmoqchi bo'lgan odamga yandaydigan nima gap bo'lsin? Ha? Sendek odam o'zgaramdi. Mening javobim mumkin emas. Sana faqat o'lim loyiq. Rost gapni qilsam, men rostli seni etib o'ldirgim bor edi. Biroq unda qilolmayman. Chunki bizning o'tirimizdagi shaxsiy o'ch adovat emas. Mening vazifam seni qo'lga olish, o'ldirish emas. Biroq menga ishon. Sen cho'qib tegishli jazoga tortilasan. Eng nadir, eng yangi, süzüklük yuqori bo'lgan filmlar Salkin Süzük film munbirda. Tor bekat adresimiz www.chekit.com. Yan Shuangyangning qalbi qop-quruq bo'lib qoldi. U nima deyishni bilmay turib qoldi. O'zining qalbini ifodalab berishga amalsiz edi. Quchiqidagi bu ayol uning uchun borlig'ini ato qildi. Biroq u uningga hech nima qilib bermadi. Shu sababdan u tuman orasidagi quyosh nuri ichidan kelgan bir ovozni angladi. Siz meni qutqizib oldingiz. Siz menga illiqlik ato qildingiz. Rahmat sizga.
天地安，横江归神经，中雪燃遍千山道，大风好上路。乘风好是马，乘风好河滨，乘风好去长空里，乘风哎嗨，乘风撕破九云裳，直下看。